Bugungi mavzuyimiz bir o'zgacha. Yer kurrasini ustunga ko'tarib olma. Yer sharini yelkangga ko'tarib olma. Shunaqa odamlar bor, ichi doim qaynab turadi. Agar aytish mumkin bo'lsa, bunaqalarning ichida 3-jahon urushi doim bir avjida turadi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Bunaqa odamlar ko'chada bo'layotgan har bitta voqea, hodisani o'ylab, kallasida, qalbida olib doim asabiylashib yuradi. Bunaqalar o'zlarini o'zi tugatib qo'yadi, tomon qilib qo'yadi. Oshqozon yarasi deysizmi, davleniya deysizmi, sahrni diabet deysizmi? Ana shu doimiy suratda tarang yurganligi uchun har bitta bo'layotgan voqeaga bir daraxtni bakadaqa qalbi qaltirab bir ta'sir qilib turganligi uchun shunga o'xshagan kasallarni naq qilib oladi. Narx-navo oshib ketdi, dollar kursi o'ynab turibdi, yomg'ir yog'mayapti, isib ketdi. Yelkasiga yer kurrasini ko'tarib olganda, bunaqa odamning hayoti doim qo'rquvda, sarosimada, xavotirda bo'ladi. Bunday qilishlik insonni tugatib qo'yadi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna kulla sayhatin alayhim." Shu bo'layotgan har qanday shovqin, baqir-chaqirni meni zararimga deb o'ylaydi, vahima qiladi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olmagin. Yomon hodisalarni uloqtir, yuklab olma, kengroq bo'l. Bo'lgan bo'lmagan narsalarga qo'g'rilaverma. Chunki Allohning aytgani bo'ladi.